Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyada size Hacı Roza Washington sözleyimiz. Bugünkü İslah 2022 yılı 5. ayının 10. günü. Sizlerge vaziyet doğrusu gep kıladigan bolsak, bugün yoki tünügün Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Konstitutsiya qonuniga imzo qo'ydi. Shuning bilan birga tünügün yoki bugun Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Tayvan Amerika munosabatlarini inkas qilib turadigan, yezib turadigan tor betida ikki masala yoki ikki siyosiy hukm bo'yicha bu hukmlarni tor betidan elib tashladi. Yoki bekor qildi, davrin bekor qildi. Birinchisi, Tayvan Jungo'ning bir qismi deydigan siyosiy hukmni elib tashladi. Ikkinchisi, Tayvan mustaqil bo'lsa qo'llamaymiz deydigan hukmni elib tashladi. Nima deb tasvirlaymiz? Tuvanda so'zlaylik vatandoshlar. Vaziyat mana shu. Endi sizlarga rasmiy xabarni anlatamiz vatandoshlar. Mavzu mundaq. Vladimir Putin g'albi kuni nutq so'zlaganda tig' uchini g'arb dunyosiga qaratdi. Prezident Joe Biden shu kuni Konstitutsiya qonuniga imzo qo'yib, Ukrainani qo'llab Rossiyaga qarshi turishni tezlatdi. Mavzuli xabar 5. ayning 10. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 5. ayning 9. kuni Konstitutsiya qonuni. Konstitutsiya degan ingliz tili bu, shunaqami deymi? Buning ma'nosi ijaraga berish. Yoki bir yer zaminni yoki bir turalg'ini ijaraga berish. Va yana boshqa davlatlararo ijaraga berishga bo'ladigan qurol-yarog' degandeklarning hammasini ijaraga berish. Bu kelishimga imzo qo'ydi. Bu qonun bo'yicha prezidentga yangi huquq berildi. Tajovuz qilib kirgan Rossiya armiyasiga qarshi urush qilayotgan Ukraina armiyasiga harbiy aslahalar va harbiy mulozimat buyumlari yordam qilishni tezlatadigan bo'ldi. Bu qonunning asli nusxasi Ikkinchi Dunyo urushi mezgilidagi Konstitutsiya qonuniga o'xshaydi. U qonunda shu chaqda Yevropa davlatlarining natsistlar Germaniyasiga qarshi turishiga yordam berishni ko'zlagan qonun edi. Bu qatam imzo qo'yilgan bu qonun Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentiga qonunda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentiga Ukraina va boshqa Yevropa davlatlari bilan kelishim imzolab, Ukrainaga harbiy aslahalar yo'llash bo'yicha Washingtondagi ba'zi murakkab bürokratik prinsiplardan aylanib o'tib ketish huquqi yoki aylanib o'tib chiqish huquqi berilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi ittifoqlashishning o'lgisini tiklab yaratib, bu qonunni o'tgan oyda bu loyihani yuqori ovoz bilan ma'qullagan edi. Yana bir xabar vatandoshlar. Boshlaydik-ku vaziyatga o'zgarish deb. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Amerika Tayvan munosabatlari tor betini yengiladi. Tayvan Jungo'ning bir qismi degan so'zni hukmni eg'izga olmadi. Hamda Amerika Tayvanning mustaqil bo'lishini qo'llamaydi degan so'zni ham eg'izga olmadi. Mavzuli xabar 5. ayning 10. kuni Amerika ovozining
Xitay Tel programmasi e'lon qilin. Bu xabarni vatandaşlara ata leksiya shaklida so'zlaymiz vatandaşlar. Chunki bugun tayyorlayotganmiz sababi bu uzun maqola, uzun xabar. Şoň buning uchurini bugun sizlarga yetkazdik. Lekin bu munosabat bilan endi Tayvanning mustaqil bo'lishiga Amerika qarshi turmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan Jungoning bir qismi degan bu hukmni pisand qilmaydi. Endi tugadi bu takrorlaydigan, eg'izga oladigan ish tugadi. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarida siyosat jungo siyosatida o'zgarish bo'ldi. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'xshashla Uyg'ur siyosatida o'zgarish bo'ldi va bu paytda yetib keldi. Shu munosabat bilan Uyg'ur xalqini tabriklaymiz. Amerika xalqini tabriklaymiz ham. 3-qo'l rahbar Avam palata boshlig'i Nancy Pelosi xonimning 6-oy degan edi. 6-oyning oxirida Tayvanni ziyorat qiladi degan edi. Bu ziyoratni yana kechiktirmay ziyorat qilishini, Tayvanni ziyorat qilishini umid qilamiz. Avam palata boshlig'i Nancy Pelosi xonim bu 5-oyning 2-kuni Ukrainaning Kiyev shahrini ziyorat qilib, Prezident Zelenskiy bilan ko'rishdi. Ukraina xalqiga madad berdi. Butun dunyoga bir uchar. Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainani qo'llaydi deydigan bir uchurni taqatdi. Xuddi shuning o'xshash bu qatim endi davlat mahkamasi yuqorqidek Tayvan to'g'risida yuqorqidek qarori kelgan bo'lsa, Nancy Pelosi xonimning 6-oyning oxirida Tayvanni ziyorat qilishini umid qilamiz.